Lekin qachongacha mana shu nima deydi, boqomandalarni boqishlik bilan qilamiz. Undan boshqa yo'llari ham ko'p yasan bo'lsin. Ularni ishga o'rgatish kerak. Kasbkorga o'rgatish kerak. Mayli, o'sha bergingiz kelyaptimi? Chaqirib ozgina, masalan, olaylik 50 ming so'mlik ishingizni qildiringlar, qo'liga 500 ming so'm bering. Ertaga sekin-sekin nima qilamiz, ishga o'rganamiz. Ozgina ishni qildirib, 50 ming so'mlik ishingizni qildiringlar, 500 ming so'm bering. Ishga o'rganamiz. Biz nima qilamiz? O'sha 500 ming so'mga hech nima qilmaymiz, olib qo'liga shunday beramiz. Mehnat qilmay olgandan keyin u mehnat qilmay olishga o'rganadi. Mehnat qilib olib o'rgansa, u boshqacha bo'ladi. Mana davlatimiz rahbari hozirgi kunda mana shunga e'tibor qaratadi. Ya'ni boqimandalik chiqarishlik. Ham ta'minlangan oilalarni mana shu tashkilotlarga, rahbarlarga biriktirib, o'shani nima qilyapti? Ish bilan ta'minlashlik yo'lini qilyapti. Va natijada sekin-sekin ularni kasbga, ishga o'rgatib, o'zlariga ishlarga joylashtirib, oylik bilan ham ta'minlab, bundan keyin mehnat